Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda sizlarga BirXBet saytida qanday qilib to'g'ri va xatosiz ro'yxatdan o'tish mumkinligini ko'rsatib beraman. Agar siz ham BirXBet platformasidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Avvalo, BirXBet saytiga kirishingiz kerak. Buning uchun ishonchli havola orqali saytga o'ting. Sayt ochilgandan keyin yuqori qismida joylashgan ro'yxatdan o'tish yoki registratsiya tugmasini bosasiz. Shundan so'ng ro'yxatdan o'tish oynasi ochiladi. Bu yerda siz bir nechta usul orqali akkaunt yaratishingiz mumkin. Eng oddiy usullardan biri bu telefon raqam orqali ro'yxatdan o'tish. Telefon raqamingizni kiriting, keyin esa o'zingiz uchun kuchli parol o'ylab toping. Parol xavfsiz bo'lishi uchun unda harflar va raqamlar bo'lishi tavsiya etiladi. Keyingi muhim qadam promokod kiritish. Promokod joyiga albatta BirXBet Pro deb yozing. Bu promokod sizga ro'yxatdan o'tganingizdan keyin bonuslar va qo'shimcha imkoniyatlar olishga yordam beradi. Promokodni kiritgandan so'ng sizdan ism, familiya va tug'ilgan sana kabi shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish so'raladi. Bu ma'lumotlarni pasportingizdagi kabi to'g'ri yozish juda muhim, chunki keyinchalik hisobingizni tasdiqlash jarayonida muammo bo'lmasligi kerak. Barcha ma'lumotlarni to'ldirib bo'lganingizdan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan so'ng sizning telefon raqamingizga tasdiqlash kodi keladi. Kelgan kodni saytga kiritasiz va akkauntingiz muvaffaqiyatli yaratiladi. Endi siz BirXBet platformasiga kirib, hisobingizni to'ldirishingiz va sport tikishlari yoki boshqa o'yinlardan foydalanishingiz mumkin. Yana bir muhim maslahat, akkaunt ochayotganda barcha ma'lumotlarni to'g'ri va xatosiz kiritish juda muhim. Aks holda keyinchalik pul yechib olishda muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun yana bir bor eslatib o'taman. Ro'yxatdan o'tayotganda promokod joyiga BirXBet Pro deb yozishni unutmang. Bu sizga qo'shimcha bonuslardan foydalanish imkonini beradi. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizlar uchun yana ko'plab foydali qo'llanmalar tayyorlab boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.